Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bachadonni operatsiyasini, qin plastikasini va bu qanday amalga oshirilishini, nima bilan ko'tarilishini, qanaqa kuydiriladi, qanaqa ko'tariladi, ko'tarilayotgan nimalarga e'tibor berish kerak, shuni ko'rib chiqamiz. Demak, ayollar yotqizilganidan keyin operatsionni stol bu narkozlar bo'lgandan keyin laparoskopik usulda operatsiya qilish uchun yon taraflari o'lchanadi. Ya'ni kesish kerak bo'lgan joylarini o'lchashadi va sekin-astalikda kesib ichkariga o'rnatishadi. Bu qin. Endi mana ko'ryapsizlar, o'ng tarafdan kirg'izib olib kelishyapti. Laparoskopik usulda qilinadigan uskunasini olib kirilyapti. Juda nomlarini bilmasam ham tushunarli qilishga harakat qilaman. O'ng tarafdan olib kirib bo'lingandan keyin endi chap tarafga o'tiladi. Chap tarafdan ham mana sekinlik bilan avaylab, mana bu ko'rayotgan yupqa narsalar hamma go'sht orasida ko'rgani mana shular fastsiyalar deyiladi, chandirchalar deyiladi. Endi bachadonni ko'tarish uchun, sidik qoplarini ko'tarish uchun maxsus mana shunaqangi meditsinskiy setka bo'ladi. Setkani ham o'lchab, kesib olishyapti. Buni qorin bo'shlig'iga ko'tarayotganda fastsiyalarga ulanadi. Ya'ni bachadonni o'zini boylamlari bor. Mana shu boylamlariga ulanadi, mana o'lchab. Endi buni qinni ichiga olib kirishadi. Ya'ni qanchasini bachadonni chap tarafiga qaytadi, qanchasini bachadon o'ng tarafidagi boylamga o'tkazishligi kerak. Mana shu vaqtda mana sekin olib kirib o'lchashga harakat qilishyapti, tikishga. Avval hamma narsani o'tkazib olishdi, zajimchalar orqali mana olib kirib ketdi ichkariga. Chunki yon taraflarga ham qo'shib tikish kerak. Bachadonni boylamlari 4 tarafdan boylangan bo'ladi-da. Bitta boylami bachadonni bo'ynidan shundoq boylanib, orqa tarafga, ya'ni bizani dum qismimiz bor-ku, ana o'sha dum qismimizga ulangan bo'ladi. Ikkinchi oldidan yana bitta aylanib bizani lobokning qismimizdagi suyakka, oldimizga suyakchamizga kelib ulangan bo'ladi va ikkita cheti o'ng tarafdan ikkita chetga ulangan bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, shunday chap tarafini ko'rsatishyapti, tikib olib kirgan. Mana shunaqa tikadi va keyin bu tikilgan setkalari spayka boylaydi va tanaga birikadi. Bu lekin so'rilib ketmaydi, qizlar mana shunday turadi. Ya'ni tikilgandan keyin bo'ldi, operatsiya qildirdim, mani holatim vobshe zo'r degani emas qizlar. Bu chok tashlab yuborish mumkin, bu yirtilib ketishi mumkin. Endi qaranglar, ikkinchi vaziyat, endi bunda nima ko'tarishyapti? Qaranglar, sekin tepaga tortayotganda qinni orqa devorlari va sidik qoplari ham qo'shilishib ko'tarilib ketyapti. Shuni ko'rishingiz mumkin, kateter tiqilgan. Endi oldi qin sohasini operatsiyasi bo'lyapti, ya'ni vaginalniy ham bir to'la plastik operatsiya qilib tikilyapti. Bunda qin oldi va qin orqa devorlarini operatsiya qilinganini ko'rishimiz mumkin.